Assalomu alaykum qadrli insonlarim, ustozlarim. Mana yangi yil ham kirib kelmoqda. Barchalaringga ushbu kirib kelayotgan yangi yil yaxshiliklarga, ezguliklarga boy yil bo'lsin. Biz 2025-yilni kuzatar ekanmiz. 2025-yilda qanday natijalarga erishdik? 2025-yil davomida Zulfiya Xo'jayeva jamoasida minglab ustozlar, 2000 dan ortiq ustozlarimiz milliy sertifikat sohibi va sohibasiga aylandi va o'zlarini oylik maoshlarini 50% ga ko'tardilar. 2025-yilda biz bahorgi va kuzgi milliy sertifikat imtihonlarini o'tkazdik. Hozir esa qishki milliy sertifikat uchun tayyorgarlikni ham boshlab yubordik. Inshaalloh 2026-yilda ham eng yuqori natijalarni qo'lga kiritamiz. 2025-yilimda juda ko'p ustozlarimiz yozma savodxonlikdan 70 balldan yuqori natijani qo'lga kiritib, rekord natija qo'yib berdilar. ...2025-yil barchamizga juda ham omadli keldi, to'g'rimi? Biz 2025-yildan juda ham minnatdormiz. Bunday sertifikatlarni ko'rsatishdan asosiy maqsad sizlar ham havas qiling va inshaalloh mana shu natijaga erishing. Asosiy maqsad shu. Havas qiling va 2026-yilda sizga ham mana shunday sertifikat nasib qilsin. Yana shunda bizda attestatsiyaga tayyorgarlik ko'rib 70% ustamani olgan ustozlarimiz juda ham ko'p. Mana ko'rishingiz mumkin 70% ustama guvohnomalari. Va juda ko'p 5000 dan ortiq ustozlarimiz esa o'zlarining toifasini yuqori natijalarga ko'tarib oldilar. Birinchi, ikkinchi, oliy va 70% ustamalarni va toifalarni qo'lga kiritib, rekord natijani qo'ydilar. 2026-yilda ham barchalaringga mana shunday natijalarni tilab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchalaring bilan 1 yildan so'ng 2026-yilda yopiq guruhlarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchalaringga hayot sabog'ini eslab targ'ulga 2026-yilda to'ldiradi umr. Noviy god. Suyashning